Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qonliq iz, Qonliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Idiqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamoati, tarixiy roman G'ani Batur, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Endi anglaydiganlar tarixiy roman G'ani Batur, avtori Ziyo Samadi. G'o'jakning uyi yezining shimoliy qismida. Qurasining zo'rligi, bog' aramlarining kengligi boshqa uy imoratlardan farqlanib turadi. Cho'ng o'staning ochmoq suyi G'ojak Shangyoning beg'ining qop o'ttirisidan kesib o'tadi. Kumulash tamlar bilan qo'rshalgan cho'ng qo'ruq boyning yiza ichida egallab olgan yerining kengligini ko'rsatadi. Bu o'pqan, dedi qo'ruqni bir aylanib, so'ngich oldida to'xtagan G'ani. Suvning beshini, yerning ko'zini egallab olganini qara adash. Zaman zo'rning degan shu-da. Dehqonchilik yerlari, yayloqdagi chorvalarni demamsan? Yana olsam, yesam, tortib olsam depla turdi bu nafsi qurg'urlar. Xap, vang popularmidi? Mushundaqlarning hammasini qo'ylarni ko'ganligandek qil og'amchiga matab, shamusha sazoyi qilsam. Shuni degina, uni qattiy Muhammadjon va titit bo'layotgan do'stining dilini yumshatmoq bo'lib dedi. Zolimlarning to'qqizi to'lib, gumron bo'lsa hajab emas. Tam yaqlab avar bo'lmayla, derazni ochtirib kirayli. Shu topda xurushim turib turdi. G'ojak bilan tusuqni so'rab chiqay deyman. Sabr qil, g'azvani bos adash, dedi G'anining qaram niyatini sezgan do'sti. Agar cho'ng qapqidan bostirib kirdiganmiz, shovqin ko'tariladi. G'ojak Shangyoning qo'li uzun, qayoqqa sunsa yetidi. Undan ko'ra ko'tarmayla qizni elib qatsak, boshdagi maqsad shu-g'u. G'ani yo'g'on ko'k darvozani taqildatdi. Xila hayaldan keyin kalta yo'talgan birisi g'udungshib darvoza qishiga keldi. Kim bu tun kechida? Shangyo o'ydimi? Qo'pol so'radi G'ani. O'zing kimsan? Niyoz Lozong, och darvozani. Niyoz Lozong Ala Baytalning nomini anglagan malay nima qilarini bilmay o'diqib qoldi va titrak ovozda: "Lozong begim, Shangyoni kichik begim Chuluqayga chaqirtib akatgan. Aha. O'g'li bormi? Bor. To'siqchan uyda." O'diqqan qari malay ochqushni qulupqa salolmay xila avori bo'lib aran ochdi. "To'siqchanning hujrasi qaysi?" so'radi ho'yliga kirishi bilanla itining chulurini malayga tutqizgan G'ani. "Avu, uzum barini oldidagi sham yiqig'liq turgan. Uhu. Yangi kelinning hujrasi shumu? Shu. Uyda sendan boshqa odam qolmaganmi nima? Malaylarning hammasi etiz eriqlarda." To'siq bilan qari malaydan boshqa yo'qligini bilgandan keyin ishonchlik harakat qilgan G'ani Muhammadjonga buyurdi. "Hashim, labbay begim, sen munu tag'am bilan otlarga yem berib chiliq turib ol. 1 soatdan keyin yo'lga chiqamiz." "Xo'p, Lozong begim." Qo'lini ko'ksiga qo'ydi Muhammadjon. "Men To'siqjonni muboraklab qo'yay." Ikki chamdab to'xtab, "Rastla, Jang Sojang chirgi bilan hozir yetib keladi. Shangyoning tiniq otlaridan ikkisini egaritib qo'y, Hashim," deb qo'shib qo'ydi G'ani. "Xo'p, sizlar degandek bo'ladi, begim," dedi begim iborasini alayda qayd qilib Muhammadjon. O'zim baringiga yaqin kelib, atrofga sapsilib qaradi-da, putining uchida dastlab kalta pardalik derazaning qishida to'xtab, uy ichiga nazar tashladi G'ani. Yasadaq hujrining bir bulonda yalangbosh, chochlari chugulgan, oq shoyi ko'ynigining tortib yetilgan joyidan so'l murisi bilan ko'ksining yerimi ochiq, o'ng qo'lida pichoq tutgan Zaynab
yirtqich hayvandan o'zini muhofazat qilgandek tugilib o'ltiribdi. Hujraning o'ttirisida qalin ko'rpa yostiqlar ustida ko'ynaksiz, uzun ishdan bog'liq tambal bilanla shamdiga aylanib, gaksidek qizga tikilgan holda to'siq turdi. Uning tal-tal qovurg'alari go'shini shulib olgan qo'yning go'tisiga o'xshab ketibdi. Uning shu bir ko'rinishila har qanday sezgusiz garang odamningmi g'ijig'ini qo'zg'ab nafratini oshirdi. Bekardan bekar avar bo'lganing qoladi. Zeynep, G'ojak Shanyoning uyiga kirgan odam bu uyning quli bo'lmay chorasi yo'q. Yaxshilikcha rayimga ko'n. To'suq qizga yaqinlashmoq bo'lib edi. Qiz pichoq tutgan qo'lini ko'tardi. Yaqin kelma. Yaqin kelding, qorningni teshib o'taman. Xitob qildi qiz. Deginingni qilib beray, Zeynep. Xolsang ikki xotinimning taloq xatini hozirlab beraman. Hamma davlatim sizning ixtiyoringda bo'ladi. Ota-onang biz bilan birga turadi. Gadoylik kulfatdan qutuladi. Ota-onamni siz og'zingga olma, buzuq. O'limga roziman-u, sen bilan bir kun turishqimi taqatim yo'q. Yo'q. Nadan ekansan, Zeynep. Ataqliq G'ojak Begning kelini, To'siqjon boyvachining xotini, putmas tugmas boyliqning egasi bo'lishni xohlamamsan? Seni shayton ozdirvatsa kerak. Shayton emas, senlar degan peti ishikni mujug'idan yulib elib, neri tashlab etib, hujra bo'sib kirgan g'inini ko'rganda, go'yo uy gumurlib beshiga tushgandek bo'lgan To'siq "Voyjon!" deb varqiravatdi va o'rib ichiga kirib, beshini purkib oldi. Uning cheksiz qo'rqqanligi yotqan ostida bezgakdek jaqildab titirganligidan bilinib turadi. Yilala tutqun qiz oldida Ba'ayni ahuni yoritmoqqa tamshalgan arslondek turgan To'siqning bu holatiga o'zini tutolmay paroqqida kulayotgan g'ini Zeynepga mehrlik ko'z qirini tashladi. Shuncha tashvish, alam iziga patgan qizmo miyig'ida kulayotibdi. "Kiyinang singlim", dedi g'ini akalarcha mehribonlik bilan va ta'tur qarab turdi. O'zlarini barchadan ustun va kuchli daxilsiz huquq egalari hisoblaydigan G'ojak Shanyoga o'xshash zo'ravonning uyiga bostirib kirib, o'g'li To'siq boyvachining xilvat hujrasining ishigini yo'lib tashlab, o'zini mardona ko'rsatgan yigitning niyati pok, g'arzi odil ekanligini masiyim qalbida sezgan Zeynep darhol kiyindi. Shu topda u vijdon amriga moyil, mushu qaysar yigitning peshini tutib, qayerga desa hatto olamning u chetiga ketishga rozi va tayyor. "Shu ahvolingga qiz olib qochdingmi, hazilak?" dedi g'ini texichila g'alildab titrab yotgan To'siqning kayniga birni tepib. "Buningdan keyin yetim yesir, kambag'al chumbag'allarga zo'rlik qilamsan? Yo'q. Qasam ich, Qur'on ursin, o'yim ko'ysin. Bo'ldi, boshdagi bir yetidi. Xo'p, Qur'on ursin. Tingsha, dadangning kuchiga yo'linib, mo'min tugmanchiga tegishadigan bo'lsang, o'zingni dadangga qo'shib, uran jurating bilan o'yinga o't qo'yib, ko'ydirib o'taman. Uqdingmi? Uqdim. Seni obdanroq tonib olay. Kim biladi, yana uchrashib qolamizmi?" G'ini yotqanni sal ichib, saskinib, dojib ketdi. "Nima degan sisiq maxluq? O'rniga o'z qilibda to'shqan yurak." Bir qo'lida burnini tutib, ikkinchi qo'lida Zeynepni yetilab eldam chiqib ketdi g'ini. Cho'ng ho'yliga chiqqanda Muhammadjon bilan qiri malay 3 otni tutib turishgan ekan. "Voy!" dedi Zeynepni ko'rgan qiri malay hayron bo'lib. "Bu qiz nega bordi? Nega boratdi? Yomulga pirmiz. Bu g'ojisiga tan bermagan joyli qizni." "Yo'q, sizlarning yurish turishinglar o'msa dedima, qizni bermayman", dedi-da Zeynepning peshiga esildi qiri malay. "Ey, boyning yunduxuri, aralashma. Shanyo begimga nima deyman? Ata u meni qor yog'ochga esib, teramni shulib olar." Nola qildi malay. Uning kalta yo'tallarimi yo'qolib ketgan edi. "Sana so'z tegmaydigan qilamiz", dedi-da otning chulvirini yishib, qiri malayni matab, o'z potsi bilan og'zini chiydi va "G'o'jonga ixlosing kuchlik ekan, amdi o'gizi turib kuzat qil, qirg'olcha", dedi-da
kesak atqandek qiri malayni o'g'iz ustiga tashlavetdi G'eni. Qulistayning chetida Bölökeyga boradigan yo'l ustida Hajaxon iyiq kutib turgan joyga kelib, 3 otliq to'xtashdi. "Xila ansirdim, o'ljilik qaytibsan, yaraysan G'enam", dedi xushal holatda Hajarxon. G'enam deganda qizning yuragi urg'ib ketdi. Ha, rost, u 3 yil ilgari G'enini chalib ko'rgan emasmidi? U chaqda inchka zilvidek ko'ringan, hozir gavdilik igiz, surlik, sumbatliq qiz yer tegidan qaradi. Yana qaradi. To'xtamay qarab turg'isi keldi. "Omonatni qo'ling ol hada", dedi qandaqdu ishonchi bilan G'eni. "Bölökeydagi Rahim bovoyga topshirsan. Bir haftagacha Bavdunni tepib yetkizib kelamiz. Shu vaqtda Rahim bovoyning uyida o'zaro kanchanda to'y o'ynaymiz." To'y deganda Zaynabning yuragi xushal tepib, "Rahmat aka" degandek G'eniga yosh agigan xuma ko'zlarini tikdi va chin qalbidan "Sadaqang bo'lay, qaysar yigit", deb pichirladi. "Xotirjam bo'l, Hajadangning kimligini bilasan-ku? Xayr, yo'linglar bo'lsin", xo'shlashdi G'eni va Muhammadjon bilan. Atsi atigandala o'tgan qiziq voqea Qulistayga tushga yaqin bo'lsa Chuluqay, Bölökey, Araboz yezilariga pur ketdi. Kechqurunligi yeza kentlarni kezib o'tib, G'uljiga yetib bordi. Bu xabar yiroqlashgan siri, quloqdan quloqqa o'tgan siri qo'shilib, yo'g'nab o'zgarib ketdi. Qizni ko'na adishi elib qochibdak, qiz erini bo'g'izlab oltin kumushni elib ketibdak, qizni jin oshig'i g'arga akirib ketibdak, Yamulning cho'ng lozungi bilan yoisi aktibdak va hokazolar. Bularning birila Haja iyiqning uyini aytib bergan G'eniga zang qo'yib qarab olgan valoq ayolning "Gavrlik yigit, tayinliq danqi bor G'eni palvon bo'lishi kerak" degani haqiqat bo'lsa-mu, u ayol azaldan yolg'onchi atalganlikdan uning gapi Qulistaydan neri chiqmadi. Da'vogar taraf to'siqning kayni bo'sh bo'lganlikdan quloq yopirib, qo'zg'asa o'zining sesig'i chiqishidan qo'rqib, sukut qilishga majbur bo'ldi. To'siq ketisi Zaynab minib ketgan to'riq yo'rg'isining saharda ishigi oldida paydo bo'lganligiga xushal bo'ldi xolos. Xo'jak Shangyu uyidan kelin qochdi degan atoqni ilishdan qo'rqib, umu bu olamning voqeani davron qilmay iz o'chirishga qaror qildi-yu, lekin qutluq uyiga aymanmay bostirib kirgan otkachini qayerdan bo'lmasin tepib, intiqom ilishga avval o'zi puxatin chiqcha urib, andin Yamul zindonda chertishga qasamyod qildi. 3-bob. To'lin oy bog' bo'stonga bo'lakchilar ko'rkam husn berib turibdi. Oy nurida tovlangan dal daraxtlarning kumuch rang yo'pirmoqlari larzan shamolda yenik tavrinidi. To'rt atrofi rang-murang gulzorliq shipanda qilin ko'rpa, mamuq yostiqlarga chalqiyib o'ltirishgan mehmon boyvachchilar bog'ning shami manzarasi va gulchiman shaydolari majnun bulbullarning baslashib xandan urushidan, gullarning dimoqni yorg'idak ipor puroqlaridan, xususan Mahir sozandining ajamga naxun urushidan kayf surishib, betamsil xiyollar, ezgu arzu armonlarga g'arq bo'lishgan edi. Shu oraliqda kecha salkini qayoqdandir naqsha sadosini uchirib keldi. Bu mungluq sado barg'ansiri yaqinlashsa, tambriga jo'r bo'lgandek, bog'ara xush kayfiyatni texmi ulg'aytgandek bo'ldi. Etimni qamchilab o'tdim Bölökey g'oli bilan. O'ynasang tuzuk o'yna har ishning yo'li bilan. Nima degan xush nafas va qirvatdi shipanda payzi qilib o'ltirgan mehmonlarning biri. "Pa, naqsh deganni po'ngzakdek qanqitib o'ynatdi-da", hasanat qildi ikkinchisi. "Hay, to'la maqtab ketmanglar. Jamikamning dodisi tutib qolbisin. Oltinning qadrini zargar bildi degandek, naqsh nag'mining qadrini bizlar, sozandilar, senlardan yaxshiroq bilamiz. Uqib qo'y", dedi tamburni to'xtatmay cheksimu, g'oyib naqshchini diqqat bilan tingishgan jami tambur va "Uni intayin bejirim yigit ekan", deb qo'shib qo'ydi mashhur sozanda.
Undaq bolsa, o'ltirishimizga taklif qilayli, dedi boshqalardan ko'ra naqshini hayajon ichra ting'igan yigit. O'tgan kechganni taklif qildigan zara xatma qilib o'tatdingmi ha? Rahim ta'ni qildi o'zini o'zgalardan ustun tutadigan Begzoda. Ajiba bu ovoz menga tanishdekla, qayerdandir angлагandekla qilmana? Texmu diqqat bilan tingishdi. Begzodaning so'ziga pisand qilmagan Rahimjon. Xushnafas G'azalxonning ixtisorliq ovozi yuqori padiga ko'tarildi. Naqshining qo'shoqlari aniq, danamu dana anglanishga boshladi. Ot mindim egar bilan, og'zida yugan bilan, dardi yo'qmikin damsan o'ynab kulginim bilan. Dal shuning o'zi degan peti ko'cha tarafga qarab yugurdi Rahimjon. Uning bu qilg'iga jami tamburdan boshqa cho'ng sifat boyvachlar hayron bo'lishdi. Sizning bu inang Abdug'upor yugansizroq o'sganmi nima? Datladi Begzoda va apyun aralashtirilgan tamakini tush g'ang'izga niqtab tutashtirdi-da, so'zib sho'rashqa boshladi. Shuni desla, begim, bu bala nadiki ko'cha so'ytaqlarini boshlab kirmigidi? Dedi kecha kunduz Begzodani so'ngdab yuradigan, ba'zida lomodiliqmi qiladigan zoir. Rahimjon, ashundoq bir dachansiz so'kularga amroq, dedi Begning ikkinchi g'altisi. Bu balani beyvachcha deyishgimi til barmaydi. Esit, dernek maktabida o'qig'ini. Hamma bala qaza shu dernakda. Terikkenidan qaqilib ketdi g'ang'iza sho'rg'an Begzoda. Shu izutqu jadidchi kalt quyruqlar nurg'un ahli musulmon bolalarimizni buzitishdi. Dernek maktabining nomi atalganda imtiyoz egilari, beglar, zemindor boylar, ruhoniy mutaassiblar xotirjam o'ltirolmaydigan 1920-yildan 1925-yillari bir turkum milliy ziyolilar Rossiya, Turkiya, Germaniya va boshqa mamlakatlarda bo'lgan. Ba'zilari o'qib, ta'lim-tarbiya ilib qaytgan. Umuman taraqqiyotchilar birlashib dernek maktabini ochib, yoshlarni jalb qiladi. Bu yangicha maktabda fanniy darslar o'qitilishining sirtida san'at sanoyi nafisa, sport ishlariga ahamiyat beriladi. Xalqni xurofot iskanjasida tutib, taraqqiyotga yo'l bermay xo'rlab kelgan Xitoy mustabid mustamlikchilari yerlik feodal xurofotchilarga tayinib, ularning qo'li bilan, ya'ni o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish usulini qo'llanib, mazkur birdan bir madaniyat o'chig'ining eshigini taqib etadi. Dernek tashkilotchilaridan Abdurahmon Apandi, Husaynbek Yunusov, Jirji Saji va boshqalarni qamoqqa ilib qiynab javrlaydi. Xilil Apandi, Nuri Raziyevlar Sovetlar ittifoqiga o'tib qutuladi. Shundoq qilib zamon taraqqiyotiga moslashgan va ma'rifat nurini chachqan dernek ko'p umr surolmaydi. Lekin dernekda ta'lim tarbiya olgan yoshlar keyin madaniy ma'rifchilarning uyutqusi bo'lish bilan milliy madaniyat taraqqiyotida o'z zamonasida va xurofotchilarga nisbatan cho'ng rol o'ynaganlikdan mutaassiblar, xususan Xitoy amaldorlari va ularning gumashdalari dernakchi jididlarning ta'siri xalqqa tarqalishdan qo'rqib, ularni cheklatdi, nazorat qiladi. Rahimjon Sabri dernakda o'qigan, ochiq dil, irodalik bu yigit madaniyat parvarligi bilan boshqalardan farqlanib turadi. Rahimjon G'ini bilan Muhammadjonni boshlab kirdi. Shir kaypa o'ltirishgan boyvachchilarning, xususan Begzodaning so'g'oq raptayini bayqigan G'ini jamiga salom qildi-da, takallufsizla o'ltirdi va ayminib o'ri turgan do'stiga: "O'ltaroy, anangdan o'ri tushmagandiki, bu yerda qiynatan yo'qdi?" dedi attaylab dartib. Begzodani ko'rishi bilan Zaynab vaqasi uning ko'z oldiga kelgan edi. Gidib, dashi gurning burlaridek o'ltirishgan boyvachchilar G'inining chaqmoqdek o'tkir so'zlariga hayron bo'lishdi. Atmalim o'rinlaridan medirlashib, bir-biriga ma'noliq qarashdi. "Qandoq, men degan yerdan chiqdimi?" tamanna qilgandek dedi Rahimjon. "O'ltiroy, tartinma, Muhammadjon. Mehmonlarga qimiz qo'ysanglar-chu,
dedi Sahipxon o'rnida Abdug'ofur. Ma'zaga beqinglar, inalarim, taklif qildi Jami. Davomi bor.